Hammamizga yan shilanxoning uzunlik quvvati nihoyat yuqori bo'lib, tarkibida vitamin C bir qator ko'proq. Shunga biz bugun oilada shilanxo bilan mogoda o'qishda bir xil sayqoriymiz. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'rganaysiz, hamda o'rganish boshlaylik ketdi. Avval shilanxo va yumloq mogo tayyor qilib olib, shilanxoni ushchoq ajratib olgandan keyin buni dezinfeksiya qilish uchun ustiga bir qo'shq tuz silib, suv quyib 10 minut chilab qo'yamiz. Orqada yumloq mogoning ostidagi g'ulni elitib, suratdagidek qalinligini normal qilib to'g'rib olib, araliq ko'rib misha kepsa tuqqanlar, qo'llash yusidan yurak yo'ltini basqash qo'ysangiz rahmat. Qozonga muvofiq miqdorda moy quyib, to'g'rab tayyor qilib olgan go'shtni solgandan keyin ustiga yarim qo'shq tuz silib etib, yana davomli qo'rib go'shtni bir qadar ko'ydirib olib, zanjil, so'm piyozlarni silib, buni bir nechini qo'rib, bundan bir xil mizligida chiqqandan keyin baya biz tayyor qilib qo'ygan shilanxo va mogolarni silib, navoda sayimizning ta'mini sirtnigidek iloyi chiqimiz degan urug' tuqqanlar. Mana ma'nodek cho'ng ustamniki sayqorim tezsiz qo'sda 2 qo'shqa silvasak bo'ladi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb oilamizda sayqorsak ta'mini qattiq yaxshi chiqarmagan urug' tuqqanlar mushuni bir sinab qilganlar ta'mini nihoyat yaxshi chiqadi. Keyinidan nihoyat az miqdorda suv quyib, buni 5 minut atrofida qaynatibla, qizilazlarni silib, osti ustini ravs aralashtirib etib, buni yana 2 minut qaynatibla, tuz ta'mini tanglab taqsimlab iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Buni mayli ximir tamoqlari bilan yeyli yoki mifam bilan yeyli nihoyat o'xshaydi urug' tuqqanlar. Hamza oxirida qo'llash nihoyat oddiy do'stlar, faqat haqsiz yurakdan birini besib, pinglar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelarsan ko'rishaylik, xayr xo'sh.